hozir bari neydi Tbilisi'de urug'lar endi pikrovka jasaymiz. Biroz pikrovkadan qolib ketdi, mana neydi zadeshka bo'lib. Misal xalqda ne bo'lib qoldi-ku, panika ne bo'ldi. So'g'an endi hozir tinch. So'g'an qo'lim barmadi jumishga, sonday qolib ketdi endi. Hozir endi mana uni pikrovka qilsang, jahd sinib qoladi endi. Sinadi, nevajda bo'lib qoladi endi. Neyse. So, mana kapusta, buni endi mana neydan qardan keyin o'sha egu kerak edi, manavda qoldi. Manavni basaymi, manavdan basaymi deb basib qatib qoldi hozir. Hozir yoqda manavni bu yoqqa pikrovka qilib kerak. Tesib mana. Tesib o'sha yerga ne qilib pikrovka qilib, o'sha yerga egilaydi bari. Endi hozir pikrovka qilganda bu bunday sinib qoladi. Ne qilib? Jas kezini qilsak, bunday bo'lganda bu jaxsi ne bo'lar edi.